7. bab. İsraillar Parvardigarga atab teltökküz yo'qitildigan narsalarda sadoqatsizlik qilib gunoh o'tkazdi. Akan ismli bir kishi Parvardigarga atalgan narsalardan bir qismini tiqib oldi. Shuning bilan Parvardigar İsraillardan intayin g'azablandi. Akan bo'lsa Yahuda qabilasidan bo'lgan Zarahning o'g'li Zabdining avlodi bo'lib, Karmining o'g'li edi. Yoshua bir necha odamni Irixa shahridan Baytal shahrining sharqidagi Baytavan shahriga yaqin Ay shahriga avatdi. Yoshua ularga, "Sizlar bu zaminga berib, chorlab kelinglar", dedi. Shuning bilan u kishilar Ay shahrini chorlab kelishga yurib ketdi. Ular qaytib kelib, Yoshuaga mundaq dedi: "Ay shahrining odami oz ekan. Shunga barliq odamimizning hujumga o'tishining hojati yo'q ekan. Faqat 2-3 ming odam borsila u shaharni ishg'ol qilg'ili bo'lg'idak. Odamlarimizning hammasi berib avora bo'lmasin." Shuning bilan Ay shahriga İsraillardan taxminan 3 ming odamlar bordi. Biroq Ay shahrining odamlari ularni mag'lub qilib qo'g'lab etdi. Ay shahrining odamlari İsraillarni shahar darvozasidan tosh qizish o'rnigacha qo'g'lab surib berib, İsraillar do'nglikdan tuvan tarafga chekinayotganda taxminan 36 odamini o'ltirib etdi. Buni ko'rib İsraillar intayin qo'rqib, yuraklari suv bo'lib ketdi. Yoshua ve İsraillarning oqsoqollari bu ahvolni ko'rib intayin qayg'urdi. Ular kiyimlarini yirtishib, boshlariga to'p chechib, Parvardigarning ahd sandiqi oldida yuzini yerga yiqib dum yotdi. Ular gugum tushguncha shundoq qildi. Ondan Yoshua mundaq dedi: "Ey egam Parvardigar, sen nima uchun bizni Iordan daryosidan o'tkazib, Amorlarning qo'li bilan vayron qilmoqchi bo'lasan? Buningdan ko'ra bizning Iordan daryosining u qetida yashag'inimiz afzal emasmidi? Ey egam, İsraillar düşmandan qochib keldi. Endi men nima deyalayman? Buningdan Kanonliklar ve bu zimida yaşayotgan barliq xalq xabar topidi. Endi ular bizni qo'rshaydi ve nomimizni yer yuzidan yo'q qiladi. O chaqda ulug' nomingni qandoq qo'g'dab qolasan?" Parvardigar Yoshuaga mundaq dedi: "O'rningdan tur. Sen nima uchun yuzingni yerga yiqib dum yotsan? İsraillar o'zlari bilan tuzgan ahdamga xiloflik qilib gunoh o'tkazdi. Ular yolg'onchilik qilib, menga atab talto'kkiz yo'qitiladigan narsalarni o'z bisotiga qo'shib yilib xiyonat qildi. Shuning uchun İsraillar dushmanlariga taqobil turolmay, ulardan yengilib, orqasiga qarab qochdi. Hozir İsraillarning o'zi halokatga yuzlandi. Sizlar tiqib olgan narsalarni yo'qotmoqcha men sizlarga yor bo'lmayman. O'rningdan tur. Endi İsrail xalqini pokla. Ularga o'zinglarni atki kun uchun tayyorlab poklanglar. Parvardigar İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudo, hey İsraillar, menga atalgan narsalarni tiqib oldinglar. Sizlar bu narsalarni yo'qotmoqcha dushmaninglarga taqobil turolmaysizlar, deydi degin. Atiganda sizlar qabilalar bo'yicha jam bo'linglar. Parvardigoringlar ko'rsatgan qabila o'z jamatlari bilan oldiga chiqsin. Parvardigor ko'rsatgan jamat
öz oilalari bo'yicha oldiga chiqsin. Parvardigor ko'rsatgan oila a'zolari bilan oldiga chiqsin. Parvardigorga atalgan narsalarga xiyonat qilgan kishi shu narsalar bilan birga ko'ydirilsin. Chunki u İsraillar orasida sharmanda ish qilib, Parvardigorning ahdisini buzdi. Etsi etganda Yoshua İsrail qabillarini yig'di. Ulardan Yahuda qabilasi tanlandi. Şunun bilan Yahuda qabilasidagi jamoatlar oldiga chiqdi. Bulardan Zaraq jamoati tanlandi. Ondan keyin Zaraq jamoati oilalari bilan oldiga chiqdi. Ulardan Zabdi oilasi tanlandi. Ondan Zabdi oilasining odamlari bir-birlab oldiga chiqdi. Bularning ichidan Akan tanlandi. Akan bo'lsa Yahuda qabilasidan bo'lgan Karminning o'g'li edi. Karmi bo'lsa Zabdining o'g'li. Zabdi bo'lsa Zaraqning o'g'li edi. Yoshua Akanga: "O'g'lim, rost gap qilib, Xudoning Isroilga itoat qilib kelgan Parvardigorning oldida yuzimizni yo'riq qilgin. Manga nima ish qilganingni yoshurmay aytqin", dedi. Akan iqror qilib Yoshuvaga mundaq dedi: "Rost aytdim. Men Isroilga itoat qilib kelgan Parvardigorning oldida gunoh o'tkazdim. Men urushda olgan oljilarning ichida Babilning bir chiroyli to'ni, 5 qadoq kumush va ig'irligi 1 qadoqdan oshadigan cho'ki oltinni ko'ginimda ularni elvoqim keldi. Ular hozir chedirimning ichida, kumush bilan birga yerga ko'miklik." Yoshua Akanning chedirga odam avatdi. Ular tez berib Akanning chedirdan yoshirilgan narsalarni topdi. Kumushmu shu narsalarning ostida edi. Ular o narsalarni Yoshua va barliq İsraillarning oldiga elib kelib, Parvardigorning oldida yoydi. Ondan Yoshua bilan barliq İsrail xalqi Zaraqning o'g'li Akanni kumush, cho'ki oltin, to'n, o'g'il qizlari, kali qo'y, eshak, chediri va bisoti bilan baloyi ofat jilg'isiga elib keldi. Ondan Yoshua Akanga: "Sen nima uchun bizga bu baloyi ofatni elib kelsan? Endi Parvardigor sana bala qazo elib keladi", dedi. Şunun bilan barliq İsrail xalqi Akan ve onun ailesini çalma keçak qilib o'tirdi ve ularning jasadini ko'ydirvetdi. Hem de qoldiqlarining ustiga taşlarını dövlab qo'ydi. O dövlengen taşlar hozirmi shu yerda bor. Mana bu shu jilg'ining baloyi ofat jilg'isi deb otilishining sababi. Şunundan keyin Parvardigorning İsraillarga bo'lgan g'azibi yondi.